Mollar originallardan bo'lar ekan endi bu safar aka-ukalarim. Sifati a'losidan, a'lo darajasida 2 dona ko'p emas, ozgina, ozgina. Namangan viloyati Chust tumani Karnon qishlog'i Salohiddin akaning xonadonlariga kelganmiz. 2026-yil 16-iyul sanasida turibmiz aka-ukalarim. 2 bosh mollar bor ekan. Sifati o'ta ham a'lo. Yaqin, mana bunisi 8 oylik ekan, mana bunaqa. Narginisi 7 oylik aka-ukalarim. Bo'ylari ikkalasi ham narginisi 1.25 kelib qoladi. Men bunisi 1.20 kelib qoladi. Ya'ni hisobingdan olasizlar. To'g'ri o'lchaganimiz yo'q. Mana shunaqa atrof ko'ryapman men. Taxminiy metr aka-ukalarim. Sifati alosida mana shunisidan boshlaymiz. Necha oylik aka? Birinchisi 8 oylik. Mana ikkinchi mamusini gapiray olasini oq kallani. Oq kalla 7 oylik. Aka-ukalarim, jasadni qarang. Oq kallasi, oq kiprigidan so'radinglarmi? 7 oylik aka-ukalarim. Sifati alosidan yaxshi darajasida mana qarang. Tak qarang. Bu bir taksi olsin. Narxi aka. Buni qarang. Joning sog' bo'lsin. Narxi 23 million kam bor narginisini. 23 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib berasizmi shu pulni ichida? Qilib beraman. Aka-ukalarim, 23 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib berarkanlar. Bu endi kami qancha? Bu aka hozir 25 million qo'ying dedilar. Aka bundoqda video orqasida gaplashib 23 ga tushirib qo'ydim. Kamini qilib beradilar, ko'p o'tib bera olmaydilar. Kamini qilib beradilar, uyingizga dastavkasini qilib berib, yerda ishsizga, sog'lomligiga bir hafta garantiyasini beradilar. Kuragi bormi, yo'qmi aka? 2 dona. 2 dona aka-ukalarim, 2 dona. Birinchi qoringa 7 oylik bo'g'az, 23 million kami bor, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Mana qarang. Oq kiprigidan so'ragan aka-ukalarim bormidi? Sifati a'losidan savdogar akalar ham telefon qilaverasizlar aka-ukalarim. Savdogar aka-ukalarimga ham tushaveradi bu narxlarga. Qo'yilgan narxlar juda chiroyli narxlar bo'ldi. 23 million kam bor, vodiy bo'ylab dastavkasi ham bor. Endi mana buni qarang. Joni sog'sa a'lo. Mana buni qarang. Bu bir taksi olsin bu mol. Aka-ukalarim gibrid. Mol gibrid. Mana kalla holatini. Kuragicha buni aka? Endi chiqyapti. Endi. Kuragi 2 dona endi harakat bo'ldi aka-ukalarim, harakat chiqarishga. Bo'ylari 1.20 ni aviyada chiqib qoladi. Birinchi qoringa 8 oylik bo'g'oz. 40 millionlik molda ham bunaqa tag yo'q. Rasa pulini nima deydi? Pul qo'shadigan xonasiga kelibdi. Rasa pul qo'shadigan, puliga pul qo'shilib turadigan xonasiga keldi aka-ukalarim. Olgan odam ziyon qilmaydi. Narxi aka? Narxi bu 21 million kam bor buni. Aka-ukalarim, 21 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastavkasini ham qilib beraman deyaptilar. Aloqaga chiqasizlar 24 ga yetib qo'yilgan raqamlarga qo'yilgan narxlar muhim emas. Savdo sunnat, talashib tortishib olasizlar, qo'yilgan narxlardan ozgina kamini qilib yetib beradilar. Yedishsiga, sog'lomligiga, tepmasligiga, suzmasligiga garantiyasi bor aka-ukalarim, orqasi chiqmasligiga hamma yo'lga garantiyasini beraman deyaptilar. Ham yaxshi bo'ladi jupini. Xo'p, jupiga nech pul? Jupiga ham kelishib beraveraman. Nech pul ayting yo'g'asa. Yengilroq qilib beraveraman. Xo'p, 20 ga 21 qo'ydingizmi? 40. 23. Ha, 44 bo'ladimi? 44 bo'ladimi? Xo'p, 43 millionga berib yuborasizmi jupiga kamini qilib? Kelish qo'sa beraveraman. Bitta joyga. Bitta joyga olaman deyapman. Ha. Aka-ukalarim, kelishib qolsak, berib yuboraman deyaptilar. Sifati a'losidan mollar ziyon qiladigan mollar emas. Ikkalasi ham sifati a'lo darajada, tashab qo'ysa foyda qiladigan darajada mollar. Aloqaga chiqasizlar, jupiga 43 milliondan yana o'tib beraman deyapti. Aloqaga chiqib bemalol sotib olasizlar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammani umr rizqiga, kasbkorga, olganga ham, sotganga ham Alloh baraka bersin, barakotli qilsin. Joningni sog' bo'lsin.